qaysidir san'atkor haqida gap ketsa yoki ovoz diapazonidan yoki ijro yo'lidan biror bir kamchilik topishga harakat qilinadi yoki o'sha kamchilik gapiriladi. Lekin na ustozlarning orasida, na yoshlarning orasida siz haqingizda bunday gaplar yo'q. Bunga sabab nima? Men shogirdlarimdan ham ko'p narsani o'rganaman. Ustozlarimdan ko'p narsani o'rganganman mana. Ko'pchilik guvoh shu duosini ko'p olganman. Dastlab shu 5-6 yoshli davrlarimda Ruqiyaxoniya Zohidova ayamiz bo'larlar. Chiqishdan tahsil olib, undan keyin mana O'rinboy O'zbekiston Xalq artisti O'rinboy Nuraliyev, mana Kamoliddin akam, Jo'rabek Murodov, G'ulomjon Ro'ziboyev, shularga o'xshagan odamlardan ko'p narsa o'rgandim. Teletomoshabinlarimiz bizni gapimizdan ham ko'ra yana qo'shiq tinglasak, yana ashula eshitsak deb turgan bo'lsa ajab emas. Hozir qanday ashula yoki qo'shiq aytib berasiz? Men hozir Lutfulla Mahmudov qalabiga mansub